Ibn Sirin rahimahulloh aytgan, o'zi oldin sahobalar, tobiinlar paytida ko'pchilik sanad so'rashmadi deydi. Lekin qachonda fitna tushganda sammu lana rijalakum deganda, ya'ni sizlar bizga o'sha hadisni rivoyat qiluvchi kishilarni, san'atdagi odamlarni aytinglar kimlar? Agar ahli hadis, ahli sunna bo'ladigan bo'lsa, yaxshi odamlar bo'ladigan bo'lsa olamiz, hadisni qabul qilamiz. Agarda ahli bid'a bo'ladigan bo'lsa hadisni olmaymiz degan. Ibn Mubarak rahimahulloh aytgan, al-isnadu minad-din. Sanad bu dindan deb aytgan. Agar sanad bo'lmaganda laqala man sha'a ma sha'a. Xohlagan odam xohlagan narsasini aytadi. Misol siz bir so'z aytsiz, boshqa bir odam bir so'z aytdi, lekin hadis bo'lsa hadis deb qo'ysa, hadis ekan, payg'ambarimiz so'zi ekan o'tib ketaveradi. Lekin sanad kelganda kim payg'ambarimiz so'zimi? Sanadini zikr qil. Sanadini zikr qilsa, undan keyin borib sanadini tekshirib, aniqlab, undan keyin hukm chiqariladi. Ya'ni sanad hukmi shunchalik, sanadning o'rni shunchalikki